Shuning uchun hozir biz sizlarni majlis qilishdan maqsadimiz ehrom kiyayotgan ayol, ehrom kiyayotgan erkak, har bitta odamning asosiy maqsadi nima bo'ladi? Ehrom kiyishdan maqsadi gunohdan foydalanish, tavba qilishlik. Xudoga haqiqiy tavba qilib ketyapmizmi? Endi nima qilamiz? Ana shu holatimizda biz ehromdagi holatimiz shunday bo'ladiki, biz Alloh taoloning huzuriga Parvardigor, mana seni huzuringga labbay deb ketyapmiz. Seni har bir biz uchun beradigan qaroringga rozimiz. Lekin gunohimizni kechirishligingni so'rab ketyapmiz. Seni Ka'baning huzuriga. Bir podshohning oldiga agar bir ayb qo'ygan bir ana shu qorosi bo'lsa, bitagini sho'g'ilib dod deb yurmasa, olib kechirib yuboradi. Biz ham mana shu Ka'batulloh Alloh taoloning huzuri, Alloh taoloning dargohi bo'lganligi uchun nima qilamiz? Ana shu joyda dod deb yig'lab gunohdan kechirgin degan maqsadda Ka'batullohni aylanamiz. Ka'batullohni aylanganda inson 7 marta tavof qilganda deydi, insonning gunohlari to'kilib, onadan tug'ilgan go'daydek bo'ladi. Endi biz ana shu onadan tug'ilgan go'daydek bo'lishlik uchun bitta mashaqqat chekamiz. Mashaqqatimiz nima bo'ladi? Yo'limiz bor,